yo to'xtang 2014-yilga qaytamiz dedi. Hozir siz aytib berasiz, odam g'alati bo'lib ketyapti-da. Hech kim nima deydi, havoda uchishda odam ko'p ves yo'qotadi samolyotdan. Tushib yana Janubiy Koreya bilan o'yin. Mag'lubiyat va yana xalq nafrati. Va shunda ham indamay ketgansiz. Indamay ketganmiz. Indamay ketganmiz. Yana uyga Koreyaga 8 soat uchganmiz. Bu narsani Mirjalol Qosimov ham vaqti kelgan, balkim yetarli, balkim etib berarlar xalqqa. O'sha payt lekin Mirjalol Qosimov hech narsa demaganlar. Chunki iltimos qilingan, bizdan iltimos qilishgan, hech qayerda yoritmaylar buni, unaqa qilmaylar deyilgan. Hop, mayli deganmiz, yoritmaganmiz, lekin ichimizdan yig'laganmiz. Janubiy Koreyaga uchib kelyapmiz-da, o'sha kuni kelyapmiz, o'sha trenirovkaga uspet qila olmayapmiz. Trenirovka qilmayapmiz, ertasi kuni o'yinga chiqyapmiz. Tushunyapsizmi? Biz o'yinga chiqyapmiz, psixologik bizani o'ylayapsizmi? O'sha yerda qanaqa qiynalganmiz. Biz o'zimizdan hech kimga kerak emas, futbolchi deb his qilganmiz. Bu qanaqasiga deganmiz. Bunaqa bo'lishi mumkin emas deganmiz. Biz boryapmiz-da, keyin o'sha 80-minutda Akmal o'zi gol uryapti. Hamma bolalar o'sha yerda anaqada bolalar hammasi chustut qilgan bu narsani. Chunki hammamiz psixologik ham, fizik ham tamom bo'lib bo'lganmiz. Tushunasizmi? Qanaqasiga biz o'zimiz tushunmaganmiz. Nimaga bizga bunaqa atnashingni, nima sababdan deganmiz, tushunasizmi? Bizga oxirgi o'yin-u, bizga yutqizib qo'ydingmi yo dabdala qilib qo'yding. Bizga imkoniyatimiz turibdi, o'chni imkoniyatimiz. Biz yutsak chiqamiz, tushunasizmi? Chiqamiz. Lekin o'sha yerda men hayron bo'lganman, nega unaqa? Keyin bu narsalar yoritilmagan. O'shanda ham juda ko'p odamlar mana Akmalga shuncha gap gapirishdi, to'g'rimi? Haligacha gapirishadi, haligacha eslashadi, to'g'rimi? Lekin tangan orqasi lekin mana shunaqa bo'lgan.